Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 19-asrning 70-yillargacha bo'lgan davrda Eronga oid ma'lumotlarni berishni davom ettiramiz. 1848-1850-yillardagi Bobiylar qo'zg'oloni bostirilishi Eron markaziy hokimiyatining ancha zaifligini ko'rsatdi. Bundan esa Buyuk Britaniya va Rossiya kabi ulug' davlatlar foydalana boshladi. Ayniqsa Buyuk Britaniyaning O'rta Osiyoga bo'lgan qiziqishlari uchun Hirot shahri nihoyatda muhim edi. Eron shu paytda Hirotni bosib olaman deb da'vo qilmoqda edi. Shuning uchun ham Buyuk Britaniya Eronga Hirotga da'vodan voz kechishni talab qildi. Lekin Eron bu talabni bajarmadi va Hirotni va afg'on yerlarini bosib oldi. Shundan keyin 1856-57-yillarda Eron Buyuk Britaniya urushi bo'ldi va bu urushda Eron yengildi. Parijda bo'lib o'tgan Tinchlik sulh shartnomasida Eron o'zining Hirot va Afg'onistonga bo'lgan barcha da'volardan voz kechdi va bu mintaqada Buyuk Britaniyaning ta'siri sezilarli darajada oshdi. 19-asrning oxirlariga kelgan paytda Eron rasman shohlik tuzumi bo'lsa ham, shohning ta'sir doirasi faqatgina markaziy hokimiyatdagina o'rnashib qoldi. Janubiy hududlarda Buyuk Britaniyaning ta'siri kuchaydi, shimoliy hududlarda esa Rossiyaning ta'siri nihoyatda kuchayib ketdi. Shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yanagi mashg'ulotda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.